Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Mana keyingi zakazlarimiz Samarqandga olib keldik. Samarqandda qanaqa joy aka, ustaga? Seliski. Seliski degan joyga olib keldik. Bu yerga 4 ta eshik, 2 ta rom olib kelib berdik mana. Ko'rib turganinglardek. Eshiklarimiz. Tashqarida 2 ta rom, bitta eshik bo'ldi, bitta katta eshigimiz bor. Mana ichkarida mayda eshiklardan 3 ta bor. Juda ham chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Mana peynalab qatirib bo'ldik. Pastga oq gulli ayna qo'yib berdik. Чтобы vijir-vijirda ko'rinmaydi. Tepadan yorug' tushib turish uchun tepasiga oq ayna qo'ydik. Mana romlarimizga ham shu. Pastdan odam ancha-muncha ko'rinmaydi. Tepasiga oq ayna qo'yib berdik. Mana peynalab bo'ldik bularni. Xolasa. Eshiklarda o'rnatib beravering dedi. Dekor qilar ekan, biz dekorga joy qo'yib, mana yonboshdan joy qo'yib o'rnatib qo'ydik. Bemalol dekor kiradi, dekorni kirgizib, qattirish olar ekan ustalar. Maslahatlashib ustalar mana qo'yib ketaveringlar dedi. Kvadratini 800 mingdan qilib olib kelib berdik. Qildik 800 mingdan kvadratini yo'l kiramizni kelishib, yo'l kiramizni beruvdi, olib kelib o'zimiz o'rnatib berdik mana. Mana shu eshiklarimiz. O, naryoqda yana bitta bir qanotli bor. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustunovkasi ichida bo'lyapti. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Bemalol murojaat qila olasizlar, tortmasdan 50 damiz mana. Telefon raqamlarimizni pastda yozib qoldiramiz. Bemalol murojaat qila olasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like podpiska bosib qo'yamiz. Kanalimiz keyinroq tarqalish uchun. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.